Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Bugungi videorolikimizda biz sizlarga Gazablokni tavsiya etmoqchimiz. Manzilimiz bizni Gulistonda, sentrda, ya'ni Guliston bozorida desak ham bo'ladi. Mana shu yerda asosan mana shu 6 xil razmerdagini quyib kelyapti ekan. Buni da endi men ko'rmagan edimda, lekin mana shundayni ham quyib chiqaryapti ekan. Yeniga 5, mana bu 10, bunisi esa 12, bunisi 15, bunisi 20 va bunisi esa 25 sm qalinlikda. Qaysi biriga talabkor insonlar bo'lsa, mana shu ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga sizlar murojaat qilasizlar. Hozir narxini aytaylik deyapmiz. Hozir narxlari bir xilda rejimga tushmayapti dedi. Ba'zi bir mahsulotlari qimmat bo'lib ketyapti, qo'shiladigan xom ashyolari, ba'zi birlari arzon bo'lib ketyapti. Shuning uchun hozir bir narxni aytsak, undan keyin shu narsalar tushib ketsa, bir qimmat ko'ringani qoladi. Agar arzon aytib qolsak, ko'tarilib ketsa, xolos shuni situatsiyadan kelib chiqib, muhimi har ne bo'lgan taqdirda ham insof bilan mana shuni biz sotamiz dedi. Manzil buni xolos почти az ko'chadan biroz ko'rsatib beramiz. Ikkita ustini berkitib qo'ygan. Bu qishni kuni uchun emas. Hozir yozda ham pechkadan o't solib ichkarida bo'lar ekan. Keyin yaxshilab ko'rsataylik. Mana bu endi tabiiyki shu narsalarda kerakli razmerda kesib berish uchun 5 dan tortib ta 25 gacha bor ekan. Agar talabkor insonlar bo'lsa, biz 30 razmer qalinlikdan qo'yib beramiz. Mana buning ichida issiqda turadi-da. Shu polni atapleni o'rnashib chiqqan, shu ataplen mana shu qizdirib chiqadi. Ana endi bu yerga kelaveramiz. Birinchi mana bu yerdan chiqib keladi dedi. Aytaylik, mana bu yerdan keladi tashqaridan. Nerga olib kelgandan keyin shularni nerga quyadi. Birinchi munoga kiradi. Bu juda issiq bo'lar ekan. Bu yer sal o'ziga kelgandan keyin borib nariga boradi ekan. Onda yaxlatib, ana keyin bu yoqqa chiqarib, kesib, o'sha taklab qo'ya beradilar ekan. Bu yoqdan tashqariga chiqib bo'lmaydi. Ana endi narxdan kelamiz. Endi ko'chadan ko'rsatadigan bo'lsak, o'yla Guliston bozor. Shu Guliston bozordan vag'isha qarab shunday jo'naganda, mana shu yerda asosan bu yerda bir zapravka bor-da. Mana shu yerda chiqish bor-ku. Mana shu territoriyaga kelganda, mana shu o'rtadan kirib ketadi-da. Mana yerga paka gazobloklarni paka berkitib qo'ygan. Lekin yo'l bilan asta o'tsa bo'ladi ichkarida. Manzilda ham shu yerga yotlab olsanizlar, bozorga kelganda o'zingiz ko'rib, ko'tarib, taylab, sifati qay darajada. Men har bir klientga tavsiya bergan bo'lardim. Siz chiz sotib olyapsiz. Kelib qarasangizlar, ko'rib olib ketingizlar. Если что bu uyiga borsa, как положено договорda qilib olasizlar. Siniqlari, buni biraklari bo'lsa, uyimga borgandan keyin ular qaytadi deb hammasini dogovor qilib, keyin zakasni beringizlar. Shu muhim ekrandagi raqamga murojaat qilsangizlar, egasi o'zi ko'taradi. Yana bir qayta bu yoqdan ham olib jirsak bo'ladi. Ichkari sut o'chish ekan bu tomonda. Buning ichida atapleni aylanib ketgan ekanda. Mana yerda pechkaga o't soladi ekan. Ko'mir bormi, boshqasi bormi? Bu muhimi qizdirish uchun. Самое главное bizda mana bu narsalarimiz sifatli chiqsin, bizning klientlardan jalb bo'lmasin dedi. Hay kimga kerak bo'lsa gazoblok zakaz berib qolasizlar. Aytilmagan gaplar bo'lsa, lyuksi raqam qo'ydik. Shunga telefon qilasizlar-da, narxini, boshqasini o'zingiz kelishib, gazoblok kerak bo'lsa, bular endi nimaga kerak desangizlar, mana bunday haligi bular simon blokdan bir xillar uy ko'taradi-ku. Keyin ichkaridan shundan terib chiqsa bo'ldi, o'zi shu haligini saqlab qoladi dedi. Issiq, sovuq bo'lsa shu o'tkazishga haligi bo'lar ekan-da. Ha, e'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Sizlar bilan kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.